Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Humoyun doimo darsda lekin. Молодец, Humoyun. Assalomu alaykum domla. Yaxshimisizlar? Ko'chinglarni ko'rmadim, hafta imtihon topshirib ketdinglar. Sabah endi imtihonni oldin ko'rsam shekilli. Saqlaymiz. Mayli. Hali kirishyapti mana. Kirishyapti asosda. Hop, boshlaymiz. Hozir amaliy darsimiz, oldingi darsimizda hosillanayotgan edik. O'shani davom ettiramiz. Mana misollar qayerda bor. Mana asosiy mavzuni shu yerda. Hop, mana funksiyalarning hosilasi temamiz shunaqa. Hosilasi, shuni hosilani tadbiqlarini o'tamiz. Demak, mana hosilani tarifi bu yerda mana keltirilgan. Mana shu nimada. Hop, mana hosilani tarifi mana shu yerda keltirilgan. Demak, hosil mana bunaqa topiladi. Mana formasi turibdi. Mana bu demak tarif bo'yicha hosilani hisoblash kerak desa, demak mana shu bo'yicha demak hisoblanadi. Bu yerda misol keltirilgan. Hozir misollarni ko'rib o'tamiz. Mana qilib hosilasi nimaga teng ekanligini ko'ramiz. Mana masalan, hop, ketadigan bo'lsak, mana bizga hosila funksiyani hosilasini topish tarif bo'yicha berilgan bo'lsa, mana deylik f x barobar masalan kub ildiz ostida x funksiyani hosilasini topish kerak. Mana shu funksiyani hosilasini topishimiz uchun demak biz tarifdan foydalanamiz. Tarif qanaqa ekan? F x bu teng edi limit delta x intilganda 0 ga f x plus delta x minus f x ayrılsa demek bo'lingan delta x bu mavjud bo'lsa shu funksiyani hosilasi deb aytilardi. Mana shu hosila. Mana shu tarif bo'yicha hisoblash qanday bo'ladi? Tarif bo'yicha hisoblash deganimiz mana shu limitni hisoblashimiz kerak ekan. Mana hisoblaymiz. Mana deylik yozamiz. Mana bu suratdagi shu ifodani yozadigan bo'lsak, demak f x plus delta x degani mana bu x bilan x plus delta x qo'yishimiz kerak. Demak yozamiz limit delta x intilganda 0 ga xo'sh. Endi mana fx funksiyani mana bo'lsa demak kub ildiz ostida xo'sh x plus delta x minus kub ildiz fx o'zi magnitude demak kub ildiz ostida nima x. Xo'sh, mahraj nima bo'ladi? Delta x bo'ladi. Ana endi mana shuni hisoblaydigan bo'lsak, hozir albatta mana ildizdan qutulishimiz kerak. Demak ana bizda mana bunaqa formula bor edi. Formulani hozir yozaman. Bu ana deylik xo'sh a kub minus b kub. Bu nima edi? Bu a minus b beta bo'lardi a kvadrat plus ab plus b kvadrat edi. Hozirgi gaplar. Ana shunaqa formula bor edi. Mana shu formulani demak misol mana shu formuladan foydalanamiz. Demak o'shanda biz mana ildizdan qutulamiz. Demak ana buni a desak, birinchi
r uchun a desak, buni b desak, demak nima ko'paytirsak mana shunga keladi. Mana buni a desak, buni b desak, ana buni e, kvadratiga ko'paytirishimiz kerak ekan, surat va mahrajini. Ko'paytirsak nima bo'ladi? Nima ko'ramiz hozir? E, Demak, yozamiz. Demak, birinchi limit bo'ladi. Yozamiz. Limit delta x integralda nolga. Mana shuni o'zi qoladi. Demak, kub x ostida x plus delta x mana shu narsa holatini aylancha keyin olib tashlashim. Minus kub x ostida x yaxshi buni past qilsaylik hisoblanadi buni. Farq beradi. Past bo'ladi. Hop, ana birinchi cho'zib ketadi bu. Limit delta x intilganda nolga yozamiz. Demak, qavs ichida kub x ostida x plus delta x minus kub x ostida x. Ko'paytiramiz ana bunga a kvadrat. Demak, a kvadrat deganimiz bu birinchini kvadrati, ya'ni mana bu kub x ostida bu ana buni kvadrati, mana bu kvadrati, ya'ni kub x ostida qarshisida x plus delta x ning kvadrati bo'ladi. Plus ab, ya'ni ikkalasini ko'paytmaslik. Kub x ostida x plus delta x ko'paytirilgan kub x ostida nima? X bo'ladi. Kub x ostida x plus b kvadrat, mana buni kvadrati, ya'ni kub x ostida x ning kvadrati. Yozib o'tirmadim, buni qarshi kvadrat bo'lsa, demak bu o'sha endi tushadi. Yopamiz mana. Endi mana shu ifodani pastga yozishimiz kerak bo'ladi. Buni qanday qilib o'qib bilamizmi? Mayli. Hop. Yana bir marta yozishimiz kerak. Delta x ko'paytirilgan mana bu. Qarshisida kub x ostida x plus delta x ning kvadrati plus kub x ostida x plus delta x ning o'zi kvadratiga kub x ning o'zi plus kub x ostida x ning nimasi ekan? Kvadrat. Ana endi o'zi ifoda o'qib. Xo'p, endi mana bu formulaga asosan o'ng tomoni mana bu mana birinchisini kvadrati, ikkalasini ko'paytmasi, ikkinchisini kvadratini ko'paytsa, demak bu a kub minus b kub. Demak, yana narsani hisobga olishimiz kerak. Demak, masalan, kub x ostida x ni kubi deganimiz bu nimaga teng bo'ladi? X ga teng bo'ladi. Yoki masalan, kub x ostida x plus delta x ning ham kubi nimaga teng bo'ladi? Teng bo'ladi x plus nima? Delta x ga teng bo'ladi. Ana shu hisobga oladigan bo'lsak, demak, mana bu tengimiz nima bo'ladi? Limit delta x intilganda nolga birinchi demak yozadigan bo'lsak, demak ana bu nima bo'lar ekan? Ana bu x plus delta x bo'ladi. X plus nima? Delta x. Ya'ni minus bo'lar ekan. Ana a kub minus b kub. Ana bu. Undan demak
A birinchi A bizdan bu birinchisi, B ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, demak ikkinchisi nima bo'ladi? To'g'risida x'ni o'zi bo'ladi. Maxraji esa delta x. Buni ana shu ifodani o'zi bo'ladi. Ifodani o'zi bo'ladi. Xo'sh, buni yozib bitiramiz, yozmaymiz. Hozir yozmay turamiz, keyin yozamiz. Demak, ana shu ifodani o'zi bo'ladigan bo'lsa, demak, ana endi mana bu bilan xo'sh, mana bu x bilan mana bu x ketadimi? Ketadi. Qoladimi? Delta x. Endi delta x bilan bu ham ketadi mana. Mana buni kechib qo'yib. Nima qoladi suratda? Suratda qoladi. Suratda qoladi endi limit delta x intilganda 0 ga. Xo'sh, bu yerda qoladi endi. Suratda endi 1 qoladi mana. 1 qoladi mana. Xo'sh, hammasi bu qisqardi, qoladi. Ana bu yerda qavsda ifoda, yana mana ifoda qoladi. Xo'sh. Xo'sh, demak, ana qoladi ekan. Ko'p ildiz ostida x plus delta x ning kvadrati, to'g'rimi? Birinchi plus mana buni o'zi qoladi. Ko'p ildiz ostida x plus delta x ko'paytirilgan ko'p ildiz ostida x bo'lar ekan plus mana bu ko'p ildiz ostida x ning kvadrati. Mana shunday bo'ladi. Barobar. Ana endi aniqmaslikda yo'qoldi mana. Aniqmaslikda yo'qoldi. Hozir 0 taqsim 0 edi-ku. Mana shu yo'qoldi. Nima suratida 1 qolyapti. Nima yozamiz suratda 1. 1. Makrajlarni limit bersak, nima bo'ladi ana bu? Bu bo'ladi delta x nolga intilsa, demak, ko'p ildiz ostida x kvadrat bo'ladimi? Bo'ladi, to'g'rimi? Mana nima bo'lsa, demak x kvadrat bo'ladi. Xo'p, bu yerda endi delta x nolga intilsa, nima bo'ladi? Bu ham shunday demak, ko'p ildiz ostida x kvadrat bo'lar ekan. Plus ko'p ildiz ostida x kvadrat. Demak, ko'p ildiz x kvadrat bo'ladi. Va uchinchisi mana bu ifodachi. Bu yerda nima o'zi turib qoladi? Ko'p ildiz ostida x ning kvadrati bo'ladi. Demak, makrajini agar yozadigan bo'lsak, ana demak, yozadigan bo'lsak endi xo'p, surati xo'p, yozadigan bo'lsak, demak, surati yana 1 bo'ladi. Demak, 3 ta bir xil ifoda bor. To'g'rimi? Demak, nima bo'ladi? 3 ildiz ostida x ning kvadrati bo'lar ekan. Ana bu endi mana bu berilgan funksiyani, ya'ni o'sha f x deganimiz, demak bu bo'lar ekan bittasi ildiz ostida 3x kvadrat bo'ladi. Ana bu mana shunaqa tarif bo'yicha hisoblanadi. Ana shularni hammasini demak qo'shilib hisoblaganimizda biz endi shu hosilalar jadval degan jadval hosil qilamiz. Uni o'tgan darsimizda aytdik. Shu hosila jadvali yordamida biz nima qilamiz? O'sha funksiyalarni hosilasini topamiz. Endi biz doimo bunaqa limit bo'yicha topib o'tirmaymiz-da. Demak, hosila jadvali yordamida nima qilamiz? Topamiz. Mana shunaqa nimalar topilgan. Mana shunaqa nimalardan yaxshi mumkin ekan topishimiz mumkin ekan. Mana shunaqa misollar keltirilyapti.
Hop, endi e, ana bergan misollarni hozir ta'rif bergan misollar keltirilgan. Bularni hammasi o'sha keyin vositalarni olish qoidalari haqida mana gapirishimiz kerak edi mana. Bularni hammasini bilishimiz shart mana. Masalan, olish jadvallari bor. Yig'indini hosilasi, ko'paytirma hosil bilan o'tgan darsimizda aytib o'tgandik. Hozir shundan misollar beramiz. Bularni hosil jadvali hosil qilingan, hosil jadvali mana bu nimalarda turibdi. Muhim modullar ham hammasi turibdi. Misollar keltirilgan. Mana shu misollarni hozir ko'ramiz. Endi olamizda mana doska. Mana shu misollarni o'zi ko'ramiz. Hosilasini o'ylaydigan masala shundan iboratki, funksiyani hosilasini topishimiz kerak. Hop, birinchisidan boshlab demak, yana eslatib o'taman, hasilarini topish uchun yozaylik. Mana birinchi misol ishlaymiz. Birinchi misol. Hop, demak, virgül barobar x taqsim u, x taqsim x 5 hokazo bo'lib hosilalar turibdi. Hozir hosila jadvalini biz bilishimiz kerak. Hosila jadvalini yana bir marta qarab qo'yasizlar. Mana qaysi nima kerakligini mana shu joyda aytib o'taman. Demak, mana birinchi misolni ishlaydigan bo'lsak, birinchi misolimizda mana mana funksiyon hisobida demak, ilgili demak, hozircha demak, nima bo'ladi? X taqsim 3 minus x taqsim x quadratiga 5 minus x kvadrat 5 3 izosida x kvadrat minus 4 eksi izosida ekan mana shu misolni hosilasiga topishimiz kerak. Endi bu yerda birinchidan hosil olish qoidalari qoidalar bor edi. Mana masalan, ana yig'indi yoki ayirmani hosilasi har biridan hosila olib o'sha qo'shamiz. Bu birinchi qoida. Har biridan to'rtta farqli. İkinci mana bu yerda bo'linma turibdi. Bo'linma turibdi. Buni bo'linmani hosilasi qilib ham olishimiz mumkin yoki boshqa yo'li bor. Buni har birida ta'sir qilib olishimiz ham mumkin. Masalan, mahraj qilib mana buni oladigan bo'lsak, bunga ishga ta'sir beradi. Nima qilishimiz mumkin?
Hozir buni har xil yo'li bor. Ular sizlar buni bo'limlarni hoslasi qilib topaylik. Ikkinchi bo'limlarni qo'ygan demak u bo'lingan vning hosilasi desak. Masalan, kasr masalasi. Demak bu qanday edi bu? Demak u shtrix v minus u v shtrix bo'lingan nima v kvadrat. Ana formani qo'ydik. Demak bu hosila olish qoidalari. Endi bizda qanaqa funksiyalar qatnashyapti? Bu yerda qatnashayotgan funksiyalar bitta funksiya qatnashyapti desak ham bo'ladi. Hosilasini olganimizda. Ya'ni darajali funksiya. Ya'ni x darajasi n ning hosilasi. Darajali funksiya hosilasi qatnashadi. Mana bu yerda ham bor daraja. Bu yerda ham mana buni qilishimiz mumkin. Buni ham yozishimiz mumkin. Barchasini olganimizda nima edi hosilasi? Buni n oldinga tushadimi? Daraja ko'rsatkichi bittaga kamayadi. Minus 1. Demak bu formula shundan foydalanamiz. Ana shu 3 ta uchinchi nimamiz qoidamiz edi. Bu jadvalda shu bo'ladi. Xo'p, endi barobar bo'ladi pastdan yozaman. Xo'p, ana endi bu ana funksiyani yozishimiz mumkin. X darajasi 3 to'g'ri, mana n 3 ga teng. Demak 1 taqsim 3 yana bitta qoidasi bor. 4-chi qoidani yozib qo'ying. O'zgarmas yoziladigan bo'lsa, o'zgarmas sonni hosilasi qarshisida bo'ladigan bo'lsa, bu nima bo'lar ekan? Bu o'zgarmasdan chiqarishni maqsad belgisidan tashqari. Mana shunda demak bu o'zgarmas chiqadi. 1 taqsim 3. X darajasida 3 demak 3 oldinga tushadi, to'g'rimi? 3 oldinga tushadi. Bitta kamayotgan 3 darajasi 3 minus 1 2 x kvadrat ekan. Hozir yozamiz. Keyin qisqartiramiz. Minus 2 o'zgarmas bo'lgani uchun mana bu yana bitta qoidasi bor edi. 1 taqsim x kvadrat deganimiz bu x ning darajasida minus 2 deganimiz, to'g'rimi? Shunday ko'proq qoida ham bor. Bundan foydalanadigan bo'lsak, demak bu x darajasi minus 2 bizda minus 2 ni hosilani. Mana bu endi mana fondan foydalanishimiz mumkin. Minus 2 oldinga tushadi. Darajasi tenglanadi. X darajasi minus 2 minus 1 minus 3 bo'ladi endi bu. Minus 3 bo'ladi. Minus 5 yana bitta qoida hosilada demak o'zgarmas soni hosilasi. Nima bitta 0 ga teng. 5 ning hosilasi 0 ekan yozamiz. Xo'sh. Plus yozsam bo'ladi qaysiga? Plus xo'sh. Endi bo'limlarni hosilasi demak birinchi qaraylik. Suratini hosilasi ekan, suratini hosilasi. Suratini hosilasi demak u shtrix deganimiz demak u ana bu surati bo'ladi. U bo'ladi demak. Yana bir suratini o'zida ham mana bundan foydalanamiz. Birinchi qoidadan buni qo'shish qo'shuvchini yig'in hosilasi demak nima bo'ladi? 2 ko'paytirilgan 2 hosilasi 2 oldinga tushadi, to'g'rimi? Xo'sh, ana shu qarz qolishimiz kerak, chunki uzun ifoda bo'lgani uchun. Xo'sh. Nima bo'ladi? X darajasi 2 minus 1, 2x bo'ladi. Plus 3. Ana endi mana bu darajasi x ni darajasida kubinasi x kvadrat deganimiz bu x ni darajasida 2 taqsim bo'larkan 3 deganimiz, to'g'rimi? Taqsim 3. Demak 2 taqsim 3 oldinga tushar ekan. Yana bir hosilasiga qo'yamiz. 2 taqsim 3 x darajasida bittaga kamayish kerak. 2 taqsim 3 minus 1. 2 taqsim 3 deganimiz bu minus taqsim bo'ladimi? Minus 3 taqsim 3 bo'ladi. Minus 1 taqsim 3. X darajasida bo'ladi bu minus 1 taqsim 3 bo'ladi. Mana bu ikkinchisi. 4 ning hosilasi 0. Minus 0. Qavs yapamiz. Ana u bo'ldi, u shtrix bo'ldi. Bu endi ko'paytirsak yana bu bo'ladi. Plus nima bo'ladi? X bo'ladi. Hop. Minus formuladagimiz ana bu formuladagimiz. Shu demak
Mahrajni hosilasi bilan, tamam. Mahrajni hosilasi ildizosi x hosilasi. Ha, ildizosi x deganimiz bu ildizosi x deganimiz 2 bo'ladi. Ildizosi x degani x darajasida bittasini 2 deganidir. Demak, buni hosilasini olsangiz, e, uni o'zi bo'ladi. U deganimizni suratini o'zi yozamiz. 2x kvadrat plus 3x kub x kvadrat ko'paytirilgan. Endi ildizolar oladigan bo'lsak, buni to'g'ridan to'g'ri yozaveramiz. Bittasi 2, ildizosi x bo'ladi bu. Okey. Buni boshqacha qilib yozaylik. Bittasi 2, bittasi 2 x darajasida minus bittasini 2 bo'ladi. Daraja plyus yozyapsiz, daraja plyus yozyapti. Mana shu minus bittasini 2 da endi. X x darajasida bittasi 2. Hozir buni ajratib qo'yay. Xo'sh, barobar bo'ladi. Keyin qatorga o'tamiz. Xo'p, endi bu surati bo'ldi, mana bu surati. Mahramjon, endi b ning kvadrati, ildizosi x ning kvadrati bu. Ildizosi x ning kvadratini yozib qo'ydik, bo'ladi. Keyin kvadrati bo'ladi. Barobar. Ana endi xo'sh, bu endi soddalashtirishga o'tamiz. Ochib chiqamiz, qavsani ochib chiqamiz. Xo'sh, demak, ilzosida x, to'g'rimi? Hammasiga ta'sir qilish kerak. 4x bo'ladi. 4x. Mana bu darajasi 1, bu ham 3 2 bo'ladi, to'g'rimi? 4 ilzosida bu 3 2 bo'lsa, demak, x ning 2 bo'ladi. Bulan bu chiqaradi. Xo'sh, qoladi bu yerda 2. Buni endi ildiz qilib yozaveramiz. Bu bo'ladi bittasi. Xo'sh. Buni tasdiqlab, bittasini 2, 3tasini 2 bo'ldi, 3tasini 2 bo'ldi. Mana endi bittasini 2 minus tasini ko'paytirsa qo'shiladimi? Demak, bu masalamiz. Mana bittasini 2 ga, bittasini 3 ga aylanadi. Yozadigan bo'lsak, 6 3 6 bittasini 6, 6-chi ildiz bo'ladi. Mana bu. Demak, bu 6-chi ildiz x bo'ladi. 6-chi, tamam qoldi. Demak, qavsni ochib chiqamiz bo'ldi. Endi mana buni ochib chiqadigan bo'lsak, bu yerda endi bittasini 2 bilan bittasini qisqarsa, demak, minus qoladi. Mana bu ana bu yerda bittasi minusda, bu yerda 1,5 qoladi. Demak, bu yerda shunday x darajasi 3 taqsim 2 bo'ladi. Ana bu bilan mana buni ko'paytirsangiz. Xo'sh. Minus. Mana bu minus ta'sir qiladi, bunga ham ta'sir qiladi. 3 taqsim 2. 3 taqsim 2 mana bu bo'ladi. Bu yerda kub ildizosi, to'g'rimi? Kub ildizosi bo'lsa 2 taqsim 3. Mana 2 taqsim 3 ni mana bu taqsim 3 ni qo'shishamiz, minus 1 taqsim 2 ga. Bir taqsim ko'paytiryapmiz. Ko'paytirsak bu 6 bo'ladigan bo'lsa 4 va 4 va 3. Bittasi 6 bo'ladi. Nima kub ildizosi 6 bo'ladi. 6-chi ildiz, 6-chi ildiz 6 bo'ladi. 6-chi ildiz x bo'ladi mana.
anada bo'ladi. Bu bo'ldi. Ana buni o'zi bo'ladi. 4 2 minus 2 ana minus plus bo'ladi. 2 bo'ladi. To'g'rimi? 4 yoqda bo'ladi endi x darajasida yoki minus 1 taqsim. Mana shu bo'ladi. Xo'p, mana shu aqlga bo'ladi x bo'ladi. Endi soddalashtiradigan bo'lsak, mana 6-chi mana bu yerda bor ekan, mana. Xo'sh, mana bular plyuslar bor ekan, mana bu. Mana bu yerda nima bunaqa qoladi suratida. Xo'p, mana bu bilan ko'pincha mana bu bilan demak 3 ta qoladi mana. 3. Mana bu ikkalasi birlashdi. Mana bu demak 6 mana bu yerda bor. Bu yerda 1 yarimta 3 taqsim 2 degani, bu yerda 2 ta yarimta qoladi, to'g'rimi? 1 taqsim 2. Ikkinchisidan albatta 1 taqsim 2 6-chi indeks x bilan bu ketdi. O'sha qolyapti mana bu. Plus 2 x minus 1 taqsim 2. Bo'lingan x bo'lyapti. Ana shuni qoldirsak ham bo'ladi yoki bo'lmasa kasr ko'rinishida yozsak ham bo'ladi. Mana masalan davom ettirishimiz mumkin. Davom ettirsak nima bo'ladi? Davom ettirsak kasrni yo'qotib deymiz. Mana bu bilan demak bu x chiqdi, demak bu yerda qoladi 3 x qoladi. Mana bilan bu qisqarsa bu yerda bo'ladi. Plus 1 taqsim 2 1 taqsim 6 bu yerda minus 1 taqsim 6 minus 1 bo'ladigan bo'lsa bu minus 5 taqsim 6 bo'ladi. Demak bu 6 x darajasida deyish bo'ladi. Faqat mahrajga tushadi. Mana mahrajga tushadi. Desa bo'ladi. Ana bu bo'ladi. 6-chi x darajasida deyish bo'ladi. Xo'sh, bu plus 2 demak bu ana bu bo'ladi. Ana qiyossiz ham qiyossiz. Ana shunaqa demak biz hosilani nima qilyapmiz? Topyapmiz. Keyingi misollarda demak bu yerda inson asalari bo'ladi. Yana 4-chi misol ishlaydi. 4-chi. 4-chi ishlaymiz. 4-chi esa xo'p, buni ishlaymiz. Y barobar yig'ishtirib kelamiz. To'g'ri deyapman. Demak, arc tangens 4-chi darajada x hosil olishimiz kerak. Demak, murakkab funksiyani hosilasi. Murakkab funksiyani hosilasi qanday edi mana? Xo'p, mana oldin argument arctangesdan hosil olamiz, undan keyin argumentdan hosil olamiz. Demak, nima bo'ladi? Bu demak ana u n murakkab funksiya bo'lganda nima bo'lardi? N u n minus 1 ko'paytirilgan u shtrix ana. Demak, bu yerda arctangesdan hosil olsak, demak bu 4 oldinga tushadi. Arctangens darajasi bittaga kamayadi. Kub bo'lar ekan, x bo'lar ekan, ko'paytirilgan arctangesdan hosil olishimiz kerak endi. Arctangens hosilasi 1 taqsim 1 plus x kvadrat. Demak, nima bo'ladi javobi? Demak, 4 arctangens kub x taqsim 1 plus nima bo'lar ekan? X kvadrat. Asli ishlanadi. Bu bittasi. Hop. Mana bu yerda yana bitta misollarimiz bor. Olaylik. Buni sizlar o'zingiz nima qilib ishlab olasizlar. Bu yerda mustaqil ishlash misollar bor. Ana. Juda asosan o'rgatish bo'lyapti. Mana oxirida
Şu misollarni ishlash topshiriq berilgan. Bularning asosi mustahkamlash uchun mashqlarni bajarishingizga to'g'ri keladi. Demak, bularning hosilasi toping deyapti buni. Hosil tarifidan foydalanib toping deyapti. O'sha limit hisoblanadi. Shuning uchun demak, hosilasi topishni hozirgi o'xshagan misollar berib turibdi buni. Masalan, deylik 7-chisini ishlaydik. 7-chisini imtiyozda 7-chisi nima bo'yicha olishim kerak. Demak, ko'chirib olaman da. Kesin shu. Mana shuni ishlaymiz. Hop. Ana, 7-chi. Mana masalan, bu albatta bo'linmani hosilasi turibdi. Bo'linmani demak, o'sha formadan foydalanamiz. U taqsim B hosilasi demak, U shtrix V minus UV shtrix bo'lingan V kvadrat bilan foydalanamiz. Mana demak, U shtrix bo'lar ekan suratini hosilasi. Demak, x ko'paytirilgan logaritm x ning hosilasi ko'paytiramiz nimaga? Logaritm x minus 1 ga. Mahrajini hosilasi. Minus mahrajini suratini o'zi ln x ko'paytirilgan ln x minus 1 ni hosilasi, ana bu hosilasi. To'g'rimi? Bo'lingan mahrajni nimasi? Kvadrati. ln x minus 1 ning kvadrati. Toplaymiz. To'g'ri. Buni hosilasi oladigan bo'lsak, nima albatta nima turibdi? Ko'paytma turibdi-da, nega ko'paytma bo'ladi? Nima ko'paytdi? X ning suratini o'ziga ko'paytma turibdi demak. X ning hosilasi 1. To'g'rimi? Ko'paytirilgan logaritm x. Hali qaysi yozamiz? Qo'shilgan formulasi bor bunaqa. U ko'paytirilgan v ning hosilasi qanday edi? U ning hosilasi ko'paytirilgan plus u v ning hosilasi yig'indorida bo'ladi. Mana shundan foydalangan bo'lsak, demak buni x ko'paytirilgan logaritm x ning hosilasi jadvaldan bir taqsim x ga teng. Yoki nima bo'ladi? Logaritm x minus 1 minus x ln x bo'ldi. Buni hosilasi demak, logaritm x ning hosilasi bir taqsim x ga buni hosilasi nima bo'lsa shunday bo'lar ekan. Xo'sh, mahraj demak buni kvadratini o'sitiraveradi. ln x minus 1 ning kvadrati barobar. Xo'sh, soddalashtiramiz. Mana soddalash bilan qisqaradi. Nima qoladi bu yerda? ln x plus narsa qoladi. ln x minus 1 qolyapti. ln x minus 1 bilan qoladi. Bu nima qiladi? Mana bilan ketsa minus ln x qolyapti. Bu nima qiladi? ln x minus 1 ning kvadrati barobar. Mana bu demak a plus b a minus b bo'ladigan bo'lsa, bu nima bo'ladi endi? Xo'sh, ln kvadrat x minus 1 ning kvadrati nima bo'ladi? Bu nima bo'ladi? Minus ln x ekan. Mahraj nima bo'ladi? ln x minus 1 ning demak boshqa soddalashtirishni qiladi. Ana shunaqa qilib demak hosilasini topishimiz mumkin. Ikkinchisi mana mana buni olamiz. Shuni pastga qo'ymay qolsak, o'zimiz unutmaslar. Xo'p, mana bo'linmani hosilasi sifatida bo'ladi. Bo'linmani hosilasi sifatida bo'ladi. Bu suratini hosilasi mahrajni hosilasi ko'paytirib y shtrix y shtrix yoki suratini hosilasi mana kosinus hosilasi minus sinus x bo'ladi. Mahrajni ko'paytirishimiz kerak. 1 minus kosinus x. Surat mahrajni hosilasi minus kosinus hosilasi buni hosilasi minus sinus bo'lsa plus bo'ladi.